Okey, aslini olgandachi o'zi xuddi shu joyda 1 sotix yeri narxi 25 ming dollar atrof. Shunda 3 xona uyi 5 ming dollarga aylanyaptimi? Shunaqa zo'r variantga kelib qoldik. Okalar, agarda Bektemir atrofidan uchastka qidirganlar bo'lsa, mana shu taklif bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi-yu. Ko'ryapsizlarmi? Katta trassa, IKT yo'li botdi. Shunda chiqasizlar, o'ngga to'g'ri yursanglar, Food City bozori umumiy hisobda 3 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor 3 xonali uchastka srochniy sotiladi. Narxini ham oldin aytib o'tib ketaman. Egalari 80 ming dollar so'rashyaptilar. Albatta naqd pul bilan kelsanglar kelishadigan joylari bor. Bu yoqda bemalol mashina qo'yishga sharoitlari yetarli. Oldida katta ariqda suv o'tganiga necha okalar. Asosiy darvozaxonadan kirish ko'ryapsizlarmi? Kirishga bitta mashina qo'ygan. Bemalol sharoitlarni yaratib qo'yishibdi. Keng katta hovlisi, o'rtada kichkinagina bo'lsa ham ziloniy zonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqga ham darvoza ochib qo'yishgan ekanda. Okalar, remontlari o'rtacha holatda. Bu yoqda alohida umumiy sanzolni ko'radigan bo'lsak, bu yoqda ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'lsa, polностью komplekt holatda mebel, texnika jihozlari bilan. Endi asosiy binoni ko'rib chiqamiz. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirish shunaqa keng, katta hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Chap qo'ldan ko'radigan bo'lsak, alohida kladovka xonalarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda bitta umumiy sanzol joylashgan bo'ladi. Akkuratniy holatda. Remontlari o'rtacha holatda. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoqda bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Mebel, jihozlar bilan tayyor holatda. Bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, birinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Har bitta xonaga e'tibor beringlar, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Eng oxirgi xonamiz bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Razmerlarini ko'ryapsizlarmi? 80 ming dollarga qo'yyapmiz. Okalar, 3 xona uyi 3 sotix yer maydoniga joylashgan. Pastda egalar nomerini qoldiramiz.